O'zbek kallasi Xitoyda miyasi 300 kilo yukni bemalol 6 metrga olib chiqib ketsalar, bular ustalar davri keldi. Lesa olibki, qo'ni-qo'shnidan eshak olib chiq degan narsa yo'q, qaranglar. Bemalol tepaga 6 metr narsani olib chiqib ketaverasiz. Duqlarni yetsa bo'ldi, narxi $700. Bunaqasi bo'lmagan. 1 yilga garantiyasi bor. Arzoni bormi deganlarga, arzonlari oqlarini chiroyli holatda $500, 4 metrgacha, 300 kilo yukgacha olib chiqib beraveradi. Undan tashqari barcha turdagilari, baholasalar 5 metrli deganlarga 5 metrli. Asosiysi ham tez va qulay bo'ladi. Ustalarimiz ishlashi oson bo'ladi. Tepada turib obed qilsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari bizneslari bormi deganlarga penablok ishlab chiqarsalar ham bo'ladi. Bularga ham garantiya beriladi. Bemalol $1,5-2,000 gacha topsalar ham bo'ladi. Mini kara deganlarga mini kara 500 kilo yuk oladi. $600 ga qilib berishadi. Yuklaysiz va tushirasiz. Undan tashqari addelkachi aka-ukalarimiz tushunami, qaranglar. Bemalol 300 kilo yukni 3 metr joyga olib chiqsalar ham bo'ladi. Ustamiz haqiqiy ixtiro qilib qo'yganlar. Xitoydan oladigan bo'lsangiz ham kutasiz, ham 5 barobar qimmatga olasiz. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor, Ravshan Medonimizdan qilib beringlar.